Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xabarlaring bor, kuni kecha Nasaf va Paxtakor klublari o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tdi va Paxtakor 1-0 hisobida Nasafni mag'lubiyatga uchratdi. Ertaga nasib bo'lsa shanba kuni 22-noyabr kuni Neftchi o'zini uyida Navoiyning Qizilqum klubini qabul qiladi. Agarda g'alaba qozonadigan bo'lsa, chempionlik rasman rasmiylashtiriladi. Kecha bo'lib o'tgan Nasaf va Paxtakor o'yiniga Neftchi muxlislari tushgan va Ro'ziquldiyevga o'zlarini tilaklarini bildirishdi. Hozir ana shu videolarni ko'rib tanishib chiqamiz. Mana Nasaf va Paxtakor muxlislari Ro'ziqul aka kelyaptilar. Ro'ziqul aka! Neftchi chempion! Voylar, xayrli kun. Tabriklayman. Bizga bu xabar. Assalomu alaykum. Hozir 1 minut. Xo'p, shu salaringiz repetitsiya. Fan-klub Mansur akam o'zlari. Assalomu alaykum, Farg'ona muxlislari. 22-noyabr Neftchi Qizilqum o'yiniga o'ta qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Neftchi xudo xolisi chempion bo'ladi. Bizni kuzatishni davom etinglar. Shunaqa, biz hozir qattiq intervyuni tayyorlaymiz. Qo'ylar. Bum. Neftchi yigitlari misoli shuni qor, talaba uchun doim berar jonini. Karvon boshi bo'lib qol, neftchi zafardor. 5 ta oltin kumush, senda marjona. 5 karra chempion, neftchi Farg'ona. 5 ta oltin kumush, senda marjona. 5 karra chempion. Ertaga faqat va faqat g'alaba Neftchini chempionlikka yetaklaydi. Chunki Paxtakor va Neftchi o'rtasidagi ochkolar farqi faqat 2 tani tashkil qilmoqda. Neftchiga va muxlislarga omad tilab qolamiz.